Assalomu alaykum azizlarim, gulsevar o'g'il qizlarim, kelinlarim. Mana tuvaydi gullarimni bir ko'rsatay. Mana bu guldan oldim. Ikkita oldim, qaranglar. Kichkinaroq mayli, o'zim katta qilib olaman. Mana gullarim ana qilib yotibdi. Gullab yotibdi. Mana bu gullam yaxshi narsa ekan. Darrov ildiz olar ekan. Ildizlatib qo'ydim. Denijniy. Bu gullar parvarishini bilmayman. Endi har zamonda suv quyib turibman, lekin mana gartenziyam bunchasini olib tashlashim kerak edi, lekin olib tashamay gulimni qiynadim. Qarang, chiroyliligini qarang. Gullarim ham o'syapti. Mana ko'chat qilganim. Qaranglar. Yaxshi? Allohga shukr. Xudoning qudrati bilan ildizi yo'q narsa ildiz otadi. Gullarim ham katta bo'lishyapti. Men bu gulni azabaza ekmaganman, lekin o'zi har yil chiqadi. Gul bog'imni buket qilib turibdi, qaranglar. Rayhonlarim ham ancha jonlanib qoldi. Bunaqa kichkinagina bog'ing bo'lsa, ha deb u yoqqa boraman demaysan. Shu yerda kuymanib yuramiz. Bular gartenziyalar. Bu gartenziya, narigi gartenziya. Liliyam ochildi, azizlarim. Liliyam ochildi. Faqat rangini ochroq qilib jo'natyapti. To'q qovorang. To'q qovorang. Bu yil 3-yil. Bultur 6 edi, bu yil 9-g'uncha beribdi. Mamasini qarang. Asalligini to'q sariq. Lekin boshqacha rang qilib jo'natyapti, qarang. Liliya ekinglar qizlar. Kaprizni emas, kasal tushmaydi. Rosa chiroyli, qaranglar. Ko'zingiz yashnaydi. Bilmadim, menga yoqadi liliya. Asal. Men bu qishda cho'pini tiqib, ustiga 5 litrli balon ag'darib qo'ydim dedim-ku. Mana bittasi bunaqa rang ekan. Mana bu menimcha oq. Bu gullarning ichida zerikmay yuraman. Qarang, kechagina olib keldim. Voy, rangini sariqligini ko'rsatmayapti. Bu yoniga ekdim men bu bardoviy, to'q bardoviy. Buni yoniga sariq ekib qo'ydim. O'sha kuni oqi yo'q ekan. Oq ololmadim. Mana astrameriya bunchalayapti. Ochilsa ko'rsataman. Rayhonlarim ancha jonlanib qoldi. Gartenziya. Mana bu oq shekilli, qaranglar, liliya. Bu liliya oq, menimcha, bunchasini qarang. Bu gartenziya. Gartenziyani olding safar bir obunachim boyagi sarg'ayibdi dedilar. Dorisini berdim. Yaxshi bo'lib qolar, ha. Men bu qaranglar chanqabdi. Hozir suv berib qo'yaman, sal salqin tushsin. Gartenziya. Qachondan beri kutgan
Gulim ochildi. Suyunchi beringlar. Qarang. Asalligini. Zo'r narsa-da shu bugun veli. Ochilganda ham ancha ochilib turadi. Qaranglar. Bunaqa gullar ekdim. Mana tol gullarim hali unchalamadi. Mana bu ham mana tol gul. Aziz opa-singillarim, qizlarim, o'g'illarim, oldin safar chiqargan roligimga shunaqa ko'pchilik odam samimiy tilaklar tilashibdi. Bilasizlarmi, juda ham xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Xonadoninglar tinch bo'lsin. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Bolalaringlarga bosh bo'lib yuringlar. O'sha qarib. Sizlardan minnatdor bo'ldim. Mana arzimagan kichkinagina bog'imni shuncha maqtabsizlar, chiroyli gaplar yozibsizlar. Rahmat sizlarga. Boringlarga shukr. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Bunchasini qaranglar. Ochilsa ko'rsataman. Tinchlik, omonlikda, sog'lik, salomatlikda g'oyibona didorlashishlikni Alloh nasib qilsin. Hammamizni xonadonimiz gullab yashnasin. Bolalarimiz sog' bo'lsin. Baxtida yuraylik. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.